Ko'pchilik yurtdoshlarimiz qo'y ko'ramiz atib chiqing, qo'y ko'ramiz atib chiqing dedi. Bize iloji boricha zakazda ishlaymiz. Shuning uchun yana birdan qo'y ko'ramiz ham zakaz olib qoldi. Xudo xolasa buni 3D zabordan ishlab berganmiz. Sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Ko'rib turganlaringiz 407 kanali bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa shu zakazimiz. Xo'p. Yana 2 metr, uzunluğuna 3 metrini tashkil etadi. Bu yana 1.50, bu yana 1.60 tashkil etadi. Shiporliq, yomg'irlik oqloni bor. Xo'p, buni do'stlar Yevrozabordan ishlab berganmiz. 5 lik sim qalinligidagi Yevrozabor, yana ko'rishlaringiz mumkin. Sim qalinligini zavodniki bo'ladi bular. Qan tashkillarini xudo xolasa garantiyali bo'ladi do'stlar. Nasib bo'lsa razmerlarini tushuntirib o'tdik. O'zi daraxtlarni teyinda turadi degani uchun buni teyini stiklovataga utepletel qo'yganimiz yo'q. Profillari 2 qator kraskalangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Har bir gullarini bir xil etib olib kelsa, harakat etib ishladik yana. O'zingiz baho beraverasizlar. Chiroyli chiqqan bo'lsa, iltimos sizlardan bir like'lar bilan bizlarni bahramand etsangizlar. Bizlere xudo xolasa shijoat bo'ladi. Asta sekin ishlab chiqarishlarimizni ishlatib kattaytiraveramiz do'stlar. Bu yandan ham görünüşü bo'ladi do'stlar buni. Yevrozaborimizni. Bonus tariqasida yana zulfini, qulofini qistirib berganmiz. Mana qulofi, zulfi va obishni shpangaleti iladi on do'stlar. Oldi tomondan görünüşüne. Onun narxına keladigan bo'lsak do'stlar 3,5 million so'mga ishlab berganmiz. Pazakaz. Sifatli shunday 3D zaborlar. Sifatli shunday 3D zaborlar, yo listovoy setkalar, gabion setkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizlarga murojaat etaverasizlar. Har qanday razmerlari, har qanday miqdorda bizde mevcut do'stlar, yana ko'rganingizdek darak mahsulotlar ham bor. Tashrif buyuraverasizlar. Bizning manzillarimiz To'rtko'l tumani, televizorning ro'parasida bo'ladi do'stlar. Ekrandagi telefon nomerlari telefon etsangizlar, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarimizda sog'lik, omonlikda görüşguncha.